Menda har oy hayzim keladi, menda muammo yo'q deb aytishadi. Agar juftliklar farzandli bo'lmayotgan bo'lsa, bu allaqachon jiddiy muammo degani. Ayniqsa er-xotin maxsus shifokorga murojaat qilgan bo'lsa, bu holatga alohida e'tibor berish kerak. Bepushtlik faqat sog'liq bilan bog'liq muammo emas. Bu ijtimoiy muammo ham hisoblanadi. Farzand bo'lmagandan keyin bu oilada ruhiy og'irlik, stress, qiyinchiliklar, urush-janjallar kelib chiqadi. Shuning uchun tibbiyotda bepushtlik yengil yoki og'ir deb ajratilmaydi. Har bir holat jiddiy yondashuvni talab qiladi. Ko'pincha qabulimizga 42-43 yosh atrofidagi ayollar keladi-da, menda har oy hayzim keladi, menda muammo yo'q deb aytishadi. Yo'q, unaqa emas. Agar sizda hammasi siz aytgandek joyida bo'lsa, tabiiy homiladorlik sizda bo'lishi kerak edi deyman. Agar homila bo'lmayotgan bo'lsa, demak bunga xalaqit berayotgan biror sabab bor. Shuning uchun bunday bemorlar belgilangan tartib asosida tekshiruvdan o'tkaziladi.